Alish borzi, nima qilyapsiz? Qonim qaynayapti ukam. Hozir qon chiqadi mana shu yerda, bilasanmi? Bu hayotda nima muhim bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Tualetga bo'lmagansiz bormi? Nimaga? Agar tualetda bo'lmasa, o'zingni noqulay qilishing mumkin ukam. Bilasanmi ukam? Agar bir ish qilib ichib qo'yayotgan bo'lsang, ichgan joyini ustini biror nima bilan chiroyli qilib yopib qo'ygin, tushundingmi? Alish borzi, nima qilyapsiz? Ukam, uspakoysa bo'lgin. Badanga tarbiya beryapman. Bu sovuq emasmi? Sizlar ukam. Biz Antarktidada oq ayiqlar bilan kurashib yurganimizda sanali nonni nanna deb yurarding ukam. Alish borzi, nima qilyapsiz? Xo'rozni ushlamoqchiman. Nima qilasiz uni? Oktagon ligiga chaqirmoqchiman. Qonim qaynayapti, yeyman hozir. Mayli, ustingizga bir narsa kiyib oling. Ukam, sizlar oq ayiqlar sovqotmaydi, ishonay. Shamollashni chiqarganni. Tushundingmi? Alish borzi, shamolladingizmi? Uspakoysa bo'lgan ukam. Bu oq ayiqlar shamol emas-ku. Mana shamollaganim yo'q. Oq ayiqlar faqat shamollatadi, shamollamaydi. Prosta dam olgim keldi ukam. Agar malol kelmasa aptekaga chiqib kelasanmi, ha?